Assalomu alaykum. Kelayotgan ulug' ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Obunachilarim, bu men. Mana biz qo'lbola qilib shaharchasiga, Rossiyachasiga, mana qarang, O'zbekistonchasiga rulet qildik. Qarang-da mana. Podiumini qarang. Mana 7-sinf Rayhona qizim qildi. Mana tabga qarab maydalab oldik. Yer yong'oq sepyapti. Yereklariga. Qanday ro'za ayyomlarni tugatib, hayit ayyomlarga tayyorgarlik ko'ryapsizmi bizga o'xshab? Qarang-da mana, 5 ta tuxumdan qildi. Endi ustidan tabga ko'ra olma terib chiqyapti. Qizil olma archilab. Keling. So'nggi iftorlikni biznikida qilib ketasiz. Xayr, mehribonlar. Allohning quli, payg'ambarning ummati bo'lgan yaqinlarim. Yaxshiyam borsiz. Hayit ayyomni yaxshi kutib oling. Xayr, omon bo'ling.